هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Assalamu alaikum aziz muhtaram qarindoshlarimiz. Biz oldingi darsimizning o'zida ilim va ilm ahlining fazilatiga aloqador qisqacha tushunchalarni berib o'tganmiz. Biz ham bu darsimizda ilm ahlininki mas'uliyati va majburiyati va ilm ahlini kamsitish va ularga haqorat qilishning og'ir jinoyat ustida qisqacha to'xtalib o'tmoqchimiz. Endi ilm ahlining majburiyat va mas'uliyatlariga diqqat qiladigan bo'lsak, Alloh taolo ilm ahliga qanday mas'uliyatlarni atdi, qanday majburiyatlarni atdi. Bugun ko'plagan qarindoshlarimiz tarafidan ilm ahlilari cho'qim mayaga kelish kerak, aniq qilish kerak. Mayaga kelmagan yoki bizning safimizda bo'lmagan ilm ahlilarining hech birisi e'tiborga erishmaydi. Pokuniyada turib kakirab baqirgan bilan bu ozg'un bo'lib qoladi deganga o'xshagan shuarlar ham to'lmayapti. Endi masala shundoq bir aniqki, biz dunyoning qayerida bo'laylik, mayli Sharq Turkistonning ichida bo'laylik, sirtida bo'laylik, nada bo'laylik, Qur'oni Karim ta'limotiga, Payg'ambar alayhissalatu vasallamning ta'limoti va sunnati siratiga xiyonat qilmasaqlar va biz o'zimizning ballighu anni walau aya hadisida ko'rsatilgani bo'yicha cho'qim Payg'ambar alayhissalatu vasallamning hadislarini o'zimiz bilgan ravishda, tushungan ravishda na oyoq na bo'yoq to'lg'umasdan uni yetkazoladigan ulug' muqaddas Qur'oni Karimda o'tirib qo'yilgan balligh ma unzila ilayka min robbik, siz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Rabbingiz tarafidan tushirilgan haqiqatni kishilarga yetkazing degan mana bu buyruqqa asosan biz ham yetkazguchi bo'lsak, inshaalloh bizning vazifamiz ma'lum nuqtadan ado bo'lgan bo'ladi. To'g'ri, Payg'ambar alayhissalatu vasallamni ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo bundaq 5 sifat bilan avatganligi ulug' muqaddas Qur'oni Karimda nayt rushan inib o'tirib qo'yildi. Alloh taolo Muhammad alayhisalomni inna arsalnaka shahidan va mubashshiran va nazira va da'iyan ila Allohi bi iznihi va sirajan munira. Allah bu ayette biz sizni Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahiden, nazaretçi, guvatçı, yetekçi kılıp ve şundakla cennet bilen xush bisharat berdigan, dünya ve ahiretning baxt saadati bilen xush bisharat berdigan, bu haqiqatni tunug'ili udumag'allini davzaqning oqibatidan, ularning hayotining oqibatidan, ularning oqibatidan davzaqdan ularni ogohlantiradigan, Allohning izni bilan, Allohning ruxsati bilan bu insonlarga da'vat qiladigan va eng oxirida sirajan munira, nurliq chiroq bo'lgan, yo'lni yuritmoqadigan, har zaman, har davrda ummat duch kelgan masalalarga qarata jiddiy yo'l ko'rsatib turib, jiddiy ta'limlarni berib turib, mana nurliq chiroqliq rolini oladigan bu sifat bilan biz sizni payg'ambar qilib avatdik dedi. Alloh taolo mana bu oyatning o'zida Hazrati Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ham nazoratchi, guvoch qilib avatganligi, ham payg'ambar alayhissalatu vasallamni jannat bilan xush bishorat berguchi, davzaqdan ogohlantiruvchi qilib avatganligi, ham payg'ambar alayhissalatu vasallamni alad davom insoniyatga haqni yetkazadigan, musulmon bo'lmaganlarni islomga chaqiriq qiladigan da'vatchi qilib avatganligi, aningdan keyin yetakchi qilib, sirajan munir qilib yo'lni yuritib mangadigan mana shundoq bir kishi avatganligini o'ttirib qo'ydi. Xo'sh, anda bo'lgan vaqtida ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisalomni mana bu 5 sifat bilan avatgan bo'lsa, bugun shu payg'ambarning izbosari bo'lgan ahlul ilmlar ham o'zida bu sifatlarni o'zida o'zlashtirish kerak.
To'g'ri, biz faqat gapimizni debli yo'limizga mangadiganlardan bo'lib qolsak, ishimiz ham xatarli bo'ladi. Biz cho'qim Alloh bildirgan ilmga xiyonat qilmaslikning birdan-bir yo'li, biz ham buni keng ammatan xalq ammasiga yetkazishimiz kerak. Ham shuning bilan birga o'zimiz har jihatda ulgu bo'lishimiz, yetakchilik qilishimiz, har zaman ummat duch kelgan vabal, ummat duch kelgan xavf xatardan shu ummatni qutqizish uchun oldida minishimiz bizga nisbatan vojib bo'lgan bir masala. İnnemal ulama varasatul anbiya. Ulamalar payg'ambarlarning mizbasaridir. Payg'ambarlar na dinar dirhamni miros qilib qoldirmadi. Faqat payg'ambar qoldirgan narsa Qur'on hadis. Payg'ambar qoldirgan narsa islom. Anda o'g'il ekan bu ummat cho'qim Qur'on hadis va Qur'on hadisni to'g'ri tushuntiradigan, Qur'on hadisni to'g'ri bayon qiladigan, Qur'on hadis asosida bu ummatga rahbarlik va yetakchilik qiladigan va bu ummatning chiqish yo'li ustida izlanish va tadqiqotni olib berib, yo'l xaritasini sizadigan ahlul ilmlar yana bu ummatni yetaklash va yetaklashi zarur bo'lgan bir jiddiy masala. Bu hammamizga ayon bo'lgan bir masala aziz birodarlarimiz. Endi biz yana shu narsani tushunib olishimiz kerakki, butun ahlul ilmning hammasi maya kamisa, yoki mayada turmasa, ba'zilar da'vat qilayotgan, ba'zilar bola o'qitayotgan, ba'zilar ta'lim tarbiya o'qitish, ma'rif xizmatlari bilan shug'ullanayotgan. Endi bu xizmatlar bilan shug'ullangan ulamolar ayiblanadigan yoki so'kinadigan bo'lib qolsa, taqim xatarli bo'lib qoladi. Çünkü ulug' Rabbimiz Allah subhanahu va taala va taqaddas Qur'oni Karimda va ma kanal mu'minun liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Allah Teala mana bu ayetning o'zida bütün müminlerin jihadi ibadetga qor qo'yoq chiqishi ularga loyiq bo'lmadi. Deb bo'lib, فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. Har bir toifaning ichidan bir to'p kishilar, bir to'p toifa mana bularning qavmini ogohlantirish uchun, liyatafaqahu fid-din, dinda olim bo'lish uchun va qavmi jihodiy maydonlardan o'zining kurashlaridan qaytib kelgan vaqtida ularga oqqarini ko'ksitadigan, to'g'ri xatoni ko'ksitadigan, ularni har vaqt ogohlantirib taqvolikka yetaklab turadigan mana bu olimlar nima uchun tayyorlik qilmadi? Nima uchun ularning ichidan yetishib chiqmadi? Nima uchun bu kishilar mana bu ishlarga, xizmatlarga qadam bosmadi deb Alloh taolo mana bu oyatni o'zini qo'ydi. Bugun har qanday vaqtning o'zida biz bu degan bilan bugungi bizning ibodatlarimizni, shu jumladan jihodiy ibodatlarimizni, shu jumladan biz qilayotgan har qanday bir faoliyatni yanalam Qur'on sunnatni biladigan, Qur'on sunnat bo'yicha yetakchilik qiladigan ahli ulamolardan ayirib turib elib borman desa xatolashamiz. Dunyoni qo'yashsiz tasavvur qilish mumkin bo'lmaganga o'xshash har qanday bir ibodatni cho'qim onu to'g'ri tushuntiradigan, to'g'ri bildiradigan ahlul ilmlardan, uning mohiyatini na u yoq na bu yoq to'lg'amasdan, o'zining hissiyoti bo'yicha yakun chiqarib etmasdan, betaraflama bo'lib qolmasdan, odillik bilan va insof bilan, taqvolik bilan Allohning qo'rqish asosida xiyonatni yiroq turgan asosda mana bularga rahbarlik va yetakchilik qiladigan olimlardan ayirib turib tushunish bu vabollik ilib boradi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo va taqaddas mana bu oyatning o'zida cho'qim butun mu'minlarning qor qo'yoq yodi ibodatga chiqishi loyiq emas. Yana bularning ichidan cho'qim bir turkum kishilarning dinda olim bo'lishi, ta'lim tarbiya, tashviqot bu xizmatlarni qiladigan, mujohidlarni har vaqt xatolik qilishdan ogohlantirib turadigan, har vaqt ro'yi uzuq bo'lib turadigan, har vaqt taqvolik yetaklab turadigan va dunyoda musulmonlikni majburiyatini tuntish uchun bir tarafdan qalbi bilan, bir tarafdan tili bilan, bir tarafdan o'zining amaliyati bilan yetakchilik qilib turadigan olimlarning chiqishiga mana bu oyat bizga ishorat qilib turibdi. To'g'ri. Bugun islom ummatining, musulmonlarning yuksalishi va taraqqiyoti uchun, islomning bugun parvoz qilish uchun bir tarafdan Qur'onni o'rgatish, bir tarafdan adl adolatni o'rnatish uchun, yana bir tarafda islomiy bo'lgan bir davlat apparatini barpo qilib, yer shari islomiy bo'lgan kimligimizni ro'yobga chiqarishimiz uchun biz betaraflama bo'lib qolish yana bizga vabol keltiradi.
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. Allah bu ayette de etken ki biz özümüzün elçilerini, peygamberlerini hüccet bilen evettik. Pakit bilen, ulanın peygamberliğini güçlendirdiğin, ulanın peygamberliğini ispatlaydıgan burhan bilen, pakit bilen biz ulanı peygamber kılıp evettik. Ve enzelna ma'ahumul kitabe vel mizan. Biz şu peygamberler bilen kitap ve cim tarazının özünü, adaletinin sımığı olan cim tarazını ola olan bir güçşadık. Ve enzelnal hadide fihi ba'sun şedid ve menafi'u linnas. Biz tümürünü düşadık. Tümürde insaniyetin qoqdaydıgan, Müslümanlarını qoqdaydıgan, yer şarını tevhidini o'rnatadigan, qorallı yasalıtqan boğanlık için mana bu tümürünün özüde kişilerge zor menfaatning borligiga ham Allah Teala işaret qildi. Ayet bizga shu narsani uqtirib atadi. Çoğum peygamberlerini ulug' Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala liyaquman nasu bil qist. Yer şarida insaniyet adaletini icra qilish uchun kitobni ve cim tarazini, adaletning sımığı olan cim tarazini peygamberler bilan birga tushaganligini ve Kur'an yasalıtqan tümürüne hem tushaganligini, demek mana bu Kur'an, mana bu kitap, mana bu ma'arif bu dinning yükselişdeki bir qanat olgan bolsa, bunu yükseldiriş ve bunu qoqdaydigan yer şarida ilahi bo'lgan bir aparat, ilahi bo'lgan bir davlatni qurishda, ya'ni ikkinchi qoral kuchi, moddiy tayyorlikningmi eng asosiy unutilganligi. Birisi o'ng qanot, birisi so'l qanot. Ikki qanot bo'lgan vaqtida yukselib, taraqqiy qilib uchadiganligidan iborat. Mana bu haqiqat buning ishorat qilinib turibdi. Vallohu a'lam. Biz şu narsani aniq bilib olishimiz kerak aziz birodarlar. Hakikaten Allah Subhanahu ve Teala Rabbani alimlarga Kur'an-ı Kerim'de alayda işaret kıldı. Ve ke'ayyin min nebiyyin qatala ma'ahu rabbiyyuna kathira. Fema vahanu lima asabahum fi sabilillah ve ma za'ufu ve ma istakanu. Vallahu yuhibbus sabirin. Qanchılığın peygamberler bulup, mana bu peygamberler bilen Rabperver, Rabgo'y, Xudogo'y qanchılığın ölümalar birga kurash qildi. Qatala ma'ahu rabbiyyuna kathira. Oşu peygamberler bilan birga, oşu peygamberler bilan birga Xudogo'y bo'lgan olimni birga kurash maydoniga chiqdi. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ularga Allohning yo'lida yetgan qiyinchiliklar, musibatlar ularni tushkunlashtirib qo'ymadi. Va ma za'ufu ularni ajizlashtirib qo'ymadi. Ular shu yetgan qiyinchiliklar tufaylidan bal qo'yvatmadi. Alloh taolo haqiqiy o'zining yo'lini davomlashtiradigan, haqiqiy tamkinlik bilan yo'lni davomlashtiradigan chidamjon bo'lgan kishilarni Alloh yaxshi ko'radi dedi. Mana bu oyat haqiqiy Rabbgo'y bo'lgan olimlarning sifatini ham sharhlab o'tadi. Sizlar bizga bayon qilib beryapti. Shuning uchun olimni nima ish qilish kerak? Bir tarafdan dinni o'rgatish kerak, dinni tashviq qilish kerak, din to'g'risida materiallarni yozish kerak, ummatni ogohlantirish kerak. Har zaman, har yerda o'zining majburiyatini ado qilish kerak. To'g'ri. Payg'ambarning izbosari bo'lgan kishilar nima ish qiladi? Payg'ambardan miros qolgan narsa nima? Qur'on hadis. Bunu o'rgatish kerak, buni yetkazish kerak, buni targ'ib qilish kerak, buni da'vat qilish kerak. Bugun islom ummati va islom ummatining islomiy gumbuzini qo'pirilish uchun bir tarafdan kesak, bir tarafdan simonot, bir tarafdan ham ashyolar, bir tarafdan qari ishchilar, bir tarafdan injenerlar, bir tarafdan xarita sizdiganlardan tortib hammasi o'rtaq bir kuchni hozirlashdi. Shu sababdan payg'ambar alayhisalom al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Mümin müminga o'xshash bir binoga o'xshaydiganligini, ining ba'zisini chingitadiganligini, kuchaytiradiganligini. Anda bu islomiy gumbazning qo'pirilishi uchun hamma kesak ulvasi olmaydi. Hamma simonot ulvasi olmaydi. Hamma injener ulvasi olmaydi. Cho'qim hamma o'zida bor bo'lgan imkoniyatni, o'zida bor bo'lgan iqtidorni o'ttirg'i tashlash kerak. Kimdir o'zining ilmi bilan, kimdir o'zining da'vati bilan, kimdir o'zining qalami bilan, kimdir o'zining iqtisodi bilan, kimdir o'zida bor bo'lgan tamom imkoniyat bilan bu dinning oliy bo'lishi uchun, bu musulmonlarning islomiy gumbuzining qo'pirilishi uchun, bu musulmonlarning yo'qolgan izzati va shon-shavkatini qo'lga kelish uchun va islomiy bo'lgan bir davlatining qurilishi uchun
bütün gücünü sarf qilish kerak. Hamma bir qalbga kirib olmaydi. Shuning uchun bu islom ummati o'z ishidan chiqqan olimlarning to'g'ri rahbarlik ostida va olimlarning to'g'ri yetakchilik ostida va olimlarni qadrlab hurmatlaydigan va olimlarga ergishadigan bir turkum ixlosmand musulmonlarning amaliyati ostida mana bu o'zining yo'qolgan izzatini ham qo'lga keltiradi. Agarki olimlarning sizning degan yeringizga kelmaganligi va yoki bo'lmasa shu olimlarning diniy da'vat, diniy ta'lim, tarbiya bilan shug'ullanganligini ko'rsangiz, bu quruq gap qiladi deb uning e'tiborini tushirish, inoatiga tegish, ularning haq huquqiga tajovuz qilishdak bu xil yo'lni tutib turib, agar bizga izzat yorib olsin desangiz, holingiz qarab tutdan boshqa narsa emas. Tarixda o'z ishidan chiqqan olimlarni qadrlamagan, o'z ishidan chiqqan ahlul ilmlarining o'zini itoat qilish obyekti qilmagan shu olimlarning degani bo'yicha davomli har bir musulmonning og'zidan chiqadigan fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ammo siz bilasizmi? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amanu iza zarabtum fi sabilillah fatabayyanu. Ey mümin bo'lgan kishilar, agar sizlar Allohning yo'lida yurish qilsanglar, jihodga chiqsanglar, sizlar kim bilan urush qilyapsizlar? Kimga qarshi o'q etyapsizlar? Kimning sababida bu kurashni qilasizlar? Nima g'oya, nima nishon bilan bu ibodatni qilasizlar? Anda siz buni Qur'on, sunnatga uyg'un ravishda ado qilishingiz uchun buni aniqlashingiz kerak. Buningda aniq shenjiga bo'lishingiz kerak. Visiyatimiz bilan maqsadimiz bo'lmaydi bu yerda. Anda o'g'ani fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasangiz kimdan so'raysiz? Peygamberning izbasari bo'lgan ahlul ilmdan so'raysiz. Shu ahlul ilmlarning yetaklashi ostida, rahbarlik ostida, tushundirish ostida, sizga Qur'on, hadis orqali tushuntirib berish ostida aningdan keyin yo'lingizni qalblashtirib mangsiz. Agar siz olimlardan ayrilib turib, men ibodatni qilatdim, amal bilan shug'ullanatdim deydigan ishingiz bo'lib qolsa xatolashasiz. Chunki bu islomiy ibodat na hissiyat bilan, na xohish bilan mangadigan ibodat emas. Buni biz hissiyat bilan qildik, xohishimiz bilan qildik, ozg'ina o'zimizning oddiy tunishlar bilan, tushunchalar bilan bu yo'lda mangdik, xatolashamiz. To'g'ri, hayajon bo'lish kerak, qon qizib turish kerak. Lekin masala har qanday bir yo'lni to'g'ri besishimiz uchun, har qanday bir ishni to'g'ri qilishimiz uchun yanalam buni to'g'riligini ko'ks tutgan ahliga topshirib turib, shu ahlining yetaklashi ostida biz bu yo'lni bosmagan vaqtimizda, shu kishilarning yetaklashi ostida o'zimizning hayotini qalblashtirmagan vaqtimizda biz xatolashib qolamiz. Aziz birodarlarimiz, shuningga payg'ambar alayhissalatu vasallam ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның nima bilan payg'ambar bo'lib avatilganligidan iborat haqiqatligiga qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo Qur'oni Karimda va laqad ba'athna, biz har bu ummatning ichida an'budulloh va ijtanibut tag'ut, Allohga ibodat qilinglar, Allohning g'ayrida cho'qinilayotgan, bo'ysunulayotgan tamomi botil illohlardan ado bo'lib o'zingni chetga ilinglar deb jakolaydigan payg'ambarlarni avatdiq dedi. Bugün şu peygamberlerin izbasarı bo'lgan ahlul ilmning vazifasi ham mana yer sharida haqiqiy bir ubudiyatni shakllantirish, Allohga qul bo'lgan bir insonlarni maydonga chiqarish. Chunki insonning haqiqiy izzati Allohga qul bo'lgandan maydonga chiqadi. Allohga qul bo'lmagan insonning dunyodagi hamma narsaga qul bo'lishi tabiiy. Dunyoga qul bo'lishi tabiiy. O'ziga o'xshagan insonlarga qul bo'lishi tabiiy. Havayı havasga qul bo'lishi tabiiy. Shuning uchun har bir insonning izzati, har bir insonning haqiqiy hurligi faqat Allohga qul bo'lgandala, Allohning haqiqiy quli bo'lib turib, Allohning amr farmonini ijro qiladigan, yo'l yo'riqini ijro qiladigan, Allohning g'ayrida cho'qinilayotgan botil ilohlardan o'zini chetga oladigan, har vaqt Allohning dini uchun qadam bosib mangadigan mana shunday kishilardan bo'lgan chaqdalar inshaalloh haqiqiy hurlik, haqiqiy izzat amalga oshadi. Shu chaqning o'zida biz haqiqiy izzatlik insonga aylanamiz. Anda bo'lganda bizga bu haqiqiy hurlik yo'lini kim ko'ksatdi? Yana ham shu payg'ambarning izbasari bo'lgan ahlul ilmni ko'ksatdi. Shu ahlul ilmni bizni shu yo'lga yetaklaydi.
Şuna Allah subhanahu wa ta'ala ve taqaddas her bir Müslümanını mana bu ahlul ilimning fazilatidan to'g'ri tunaydigan ve ahlul ilimlarga to'g'ri ergishib, ularning rolini joriy qildirishga tirishadigan, her zaman, her makonda duch kelgan qiyinchiliklarni to'g'ri hal qilish uchun yanalam o'z ichidan chiqqan ahlul ilmga murojaat qildigan mana mushundaq kishilardan bo'lganini nasib qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.